Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar va kanalimiz a'zolari. Bugungi kunda iqtisodiy vaziyat tobora murakkablashib borayotganini barchamiz his qilib turibmiz. Narx-navoning o'sishi, daromadlarning esa bir joyda turib qolishi ko'plab oilalarni qiyin ahvolga solib qo'yishi hech kimga sir emas. Ayniqsa shu bahor mavsumida. Shu sababli har bir so'm, har bir tiyin muhim ahamiyat kasb etadi va davlat tomonidan ko'rsatilayotgan yordam, subsidiyalar ba'zan oilaviy byudjetimiz uchun haqiqiy najot bo'lishi mumkin. Afsuski, ko'pchiligimiz davlatdan olinadigan yordamlar haqida yetarli ma'lumotga ega emasmiz yoki mavjud o'zgarishlarni kuzatishga vaqt topa olmaymiz. Ammo siz uchun juda muhim bir xabarim bor. Yaqin kunlarda hukumatimiz tomonidan subsidiyalar va aholiga ko'rsatiladigan boshqa turdagi yordam dasturlarida jiddiy o'zgarishlar amalga oshirildi. Ayniqsa bahor mavsumi uchun mo'ljallanganlari. Bu o'zgarishlar minglab, hatto 10 minglab oilalarga bevosita ta'sir qiladi va siz ham ushbu imkoniyatlardan foydalanishingiz mumkin. Bugungi videoda men sizlarga davlatdan minglab so'm, balki undan ham ko'proq pul olishingiz mumkin bo'lgan aniq mexanizmlar, bahorgi subsidiyalardagi so'nggi o'zgarishlar, kimga qanday yordam berilishi va bu yordamni olish uchun nimalar qilish kerakligi haqida to'liq va batafsil ma'lumot beraman. Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun nihoyatda muhim. Chunki u sizning moliyaviy ahvolingizni sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling va bu videoga like bosing, toki ushbu qimmatli ma'lumotni hech qachon unutmasligingizga amin bo'laylik. Avvallari, davlat tomonidan beriladigan subsidiyalar va ijtimoiy yordamlar tizimi ancha murakkab va ba'zan tushunarsiz edi. Hujjatlar to'plash uchun turli idoralarga yugurish, uzun navbatlarda turish, bitta hujjatni ikkinchisi bilan tasdiqlash uchun ortiqcha vaqt sarflash ko'pchilikni charchatardi. Ko'p hollarda yordam olishga haqli bo'lgan odamlar ham bürokratik to'siqlar tufayli undan voz kechishga majbur bo'lishardi. Misol uchun, qishloq joylaridagi yoshi kattalar yoki yosh bolali onalar uchun shahardagi turli idoralarga borib hujjat yig'ish, ularning har biri alohida talablar qo'yishi jiddiy muammo edi. Elektron xizmatlar ham yetarli darajada rivojlanmagani sababli jarayonni soddalashtirish imkoniyatlari cheklangan edi. Natijada davlatning yaxshi niyatli dasturlari o'zining to'liq samaradorligini bera olmasdi. Chunki yordamga muhtojlarning bir qismi unga yetib bora olmasdi. Kimlardir esa umuman davlat yordami borligidan bexabar edi. Bu esa katta hajmda mablag'lar ajratilgan bo'lishiga qaramay, aholining real hayotiga ta'siri kam bo'lishiga olib kelardi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Ayniqsa shu bahor faslida joriy etilgan yangiliklar ko'p narsani soddalashtirdi. Hukumat ijtimoiy himoya tizimini raqamlashtirish va shaffofligini oshirish bo'yicha ulkan ishlarni amalga oshirdi. Eng muhimi, yagona ijtimoiy himoya reyestri tizimi to'liq ishga tushirildi va uning imkoniyatlari sezilarli darajada kengaytirildi. Bu degani, endi siz bir qancha hujjatlarni avtomatik tarzda tizim orqali olishingiz va kamroq qog'ozbozlik bilan yordamga murojaat qilishingiz mumkin. Bahorgi o'zgarishlar aynan qishloq xo'jaligi, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va aholining ayrim qatlamlariga, ayniqsa ko'p bolali oilalar, ishsiz yoshlar, ayollar qaratilgan bo'lib, ularning hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatishga qaratilgan. Bu o'zgarishlar nafaqat yordam miqdorini oshirish, balki uni olish jarayonini ham soddalashtirishni o'z ichiga oladi. Davlat xizmatlari markazlari DXM va my.gov.uz portali orqali murojaat qilish imkoniyatlari yanada kengaytirildi. Mahallalarning roli kuchaytirildi. Ular endi nafaqat tavsiya beruvchi, balki aholiga hujjat to'plashda amaliy yordam beruvchi organga aylandi. Bu o'zgarishlar byurokratiyani kamaytirib, yordamga muhtoj har bir fuqaroning haqiqiy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Hukumatning maqsadi yordamni maqsadli yo'naltirish va uni aynan muhtojlarga yetkazishdan iborat. Bu esa oldingi tizimga nisbatan sezilarli yutuqdir. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Davlat yordami va subsidiyalardagi so'nggi bahorgi o'zgarishlar. Kimlarga nimalar taklif qilinmoqda, kimlar bu yordamni olishi mumkin va buning uchun nimalarni bilishimiz kerak? Birinchi yo'nalish kambag'allikni qisqartirish va aholini ijtimoiy himoya qilish. Bu borada eng muhim yangiliklardan biri ba'zi turdagi nafaqalarning miqdori oshirilganligi va ularga murojaat qilish shartlari yumshatilganligidir. Masalan, ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam puli berish jarayoni to'liq raqamlashtirilgan. Endi oilaning daromadi hisoblashda ba'zi omillar qayta ko'rib chiqilgan. Bu esa ilgari daromadi chegaradan
bir oz yuqori bo'lgan oilalarning ham yordam olishiga imkon yaratadi. Misol uchun Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida yashovchi Nodira opa 3 nafar farzandning onasi turmush o'rtog'i ishsiz. U ilgari farzandlari uchun nafaqa olishda qiynalardi. Chunki ba'zan uning xonadonida qandaydir kichikroq chorva boqilgani, bu esa rasmiy daromad sifatida qabul qilinib, nafaqa olishiga to'sqinlik qilardi. Yangi tizimda esa bunday mayda daromadlarga bo'lgan yondashuv o'zgardi. Endi ular inobatga olinmaydigan holatlar ro'yxatiga kiritilgan. Nodira opa hozir MyPocketUz portali orqali arizasini topshirib, 12 yoshgacha bo'lgan har bir farzandi uchun har oyda belgilangan miqdordagi nafaqa, umumiy hisobda 3 farzand uchun 1 million 50 ming so'mdan ortiqroq miqdorda yordam olishga muvaffaq bo'ldi. Bu pul uning oilasining oziq-ovqat xarajatlari, farzandlarining maktab ehtiyojlari va dori-darmonlari uchun juda katta yordam bo'lmoqda. Bu yordam tufayli uning farzandlari maktabda tengdoshlaridan qolishmayapti va Nodira opa ularning kelajagi uchun ancha xotirjamroq. Ikkinchi muhim yo'nalish qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash. Bahor dehqonchilik mavsumining eng qizg'in davri. Shu sababli kichik fermerlar, tomorqa egalari va dehqon xo'jaliklari uchun yangi subsidiyalar joriy etildi. Bu subsidiyalar urug'lik xaridi o'g'itlar sotib olish, tomchilatib sug'orish texnologiyalarini o'rnatish kabi xarajatlarni qoplashga qaratilgan. Misol uchun Samarqand viloyatining Paxtachi tumanida yashovchi Ahmad aka o'rtacha kattalikdagi yer maydonida kartoshka yetishtiradigan dehqon. U har yili sifatli urug'lik va mineral o'g'itlarga katta mablag' sarflashga majbur bo'lardi. Bu esa uning cho'ntagiga ancha og'irlik qilardi. Yangi bahorgi subsidiyalar doirasida Ahmad aka davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, urug'lik va o'g'it xarid qilish uchun umumiy xarajatining 30% miqdorida, ya'ni qariyb 7 million so'mlik subsidiyani qo'lga kiritdi. Bu nafaqat uning moliyaviy yukini yengillashtirdi, balki yuqori sifatli urug'lardan foydalanishga imkon berib, hosildorlikni oshirishiga ham yordam berdi. Ahmad akaning aytishicha, avvallari bunday yordam olish juda qiyin bo'lgan. Endi esa jarayon soddalashgani tufayli ko'plab dehqonlar undan foydalanishga muvaffaq bo'lishmoqda. Bu esa mamlakatimizning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga ham bevosita hissa qo'shmoqda. Uchinchi yo'nalish yoshlar va ayollar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash. Hukumat ishsiz yoshlar va ayollarni biznesga jalb qilishga katta e'tibor bermoqda. Bahorgi yangiliklar orasida yosh tadbirkorlar va ayollar uchun grantlar ajratish bo'yicha yangi dasturlar ham bor. Bu grantlar yangi ish boshlayotgan yoki mavjud kichik biznesini kengaytirishni istaganlarga mo'ljallangan. Misol uchun, Andijon viloyatining Shahrixon tumanida yashovchi 25 yoshli Dilshodbek oliy ma'lumotli, lekin ishsiz edi. Uning kichik qo'yasi bor edi. Mahallada kichik kompyuter ta'mirlash xizmati ochish boshlang'ich kapitalga ega emas edi. Yangi yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bahorgi dasturi doirasida u 25 million so'mlik grant yutib oldi. Bu mablag'ga u kerakli uskunalarni sotib olib, o'zining ustaxonasini ochdi. Hozirda Dilshodbek nafaqat o'zi uchun ish o'rni yaratdi, balki kelajakda yana 1-2 yosh yigitni ishga olishni rejalashtirmoqda. Bu yordam uning hayotini tubdan o'zgartirdi va unga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishga imkon berdi. Xuddi shunday ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarga ham tadbirkorlikni boshlash yoki tikuvchilik, pazandachilik kabi hunarlar bilan shug'ullanish uchun imtiyozli kreditlar va kichik grantlar ajratilmoqda. Kimlar xavotirlanishi kerak va kimlarga xavotirlanishning hojati yo'q? Xavotirlanishi kerak bo'lganlar bu avvalgi tizimda yordam olib kelgan, ammo hujjatlarini yangilamagan yoki yangi talablarga mos kelmaydigan fuqarolar. Ularning yordamlari to'xtatilib qolishi mumkin. Shuningdek, davlat yordami borligini bilmagan va u haqida hech qachon qiziqmaganlar ham xavotirlanishi kerak. Chunki ular o'zlarining qonuniy haqqi bo'lgan mablag'larni yo'qotishi mumkin. Xavotirlanishning hojati yo'q bo'lganlar esa bu doimiy ravishda davlat yangiliklarini kuzatib boradigan, o'z vaqtida hujjatlarini tartibga soladigan va yordam olish uchun faol harakat qiladigan fuqarolar. Chunki bu tizim aynan ular uchun ishlaydi va ularga imkoniyatlar eshigini ochadi. Endi esa qoidalar istisnolari, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar haqida gaplashaylik. Birinchidan, har bir subsidiya turi uchun o'ziga xos mezonlar va talablar mavjud. Ba'zi subsidiyalar faqatgina qishloq joylarda yashovchilar uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Boshqalar esa faqat ma'lum bir kasb egalari yoki yosh guruhlar uchun.
Masalan, yoshlar daftari va ayollar daftariga kiritilgan fuqarolar uchun alohida imtiyozlar mavjud. Agar siz bu daftarlardan biriga kiritilgan bo'lsangiz, ko'proq imkoniyatlarga ega bo'lasiz. Lekin ba'zi hududlarda, masalan, tog'li yoki chegara hududlarda yashovchilar uchun alohida maxsus subsidiyalar yoki ularning miqdori yuqoriroq bo'lishi mumkin. Bu har bir hududning o'ziga xos iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlardan kelib chiqadi. Shuning uchun har doim o'zingiz yashaydigan hudud uchun mo'ljallangan maxsus dasturlarni aniqlash muhimdir. Ikkinchidan, tuzoqlar va xatolar. Eng keng tarqalgan xatolardan biri hujjatlarni to'liq taqdim etmaslik yoki noto'g'ri ma'lumotlar berish. Agar sizning arizangizda kichik bir xatolik bo'lsa ham u rad etilishi mumkin. Ayniqsa daromadlar haqidagi ma'lumotlarda aniqlik juda muhim. Shuningdek, muddatlarni o'tkazib yuborish ham yordamni ololmaslikka sabab bo'ladi. Har bir subsidiya dasturining o'zining belgilangan muddatlari borligini esdan chiqarmang. Eng katta tuzoqlardan biri esa uchinchi shaxslarga, ya'ni firibgarlarga ishonish. Ba'zida subsidiya olib berishni va'da qilgan, buning evaziga pul talab qiladigan shaxslar paydo bo'ladi. Yodingizda tuting, davlat xizmatlari bepul. Subsidiya olish uchun vositachiga pul to'lashingiz shart emas. Har doim rasmiy manbalar orqali, ya'ni my.gov, uz yoki DXM orqali murojaat qiling. Bu juda muhim nuqta. Uchinchidan, ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar. Mahallaning roli juda katta yangi tizimda mahalla faollari. Ayniqsa mahalla yettiligi vakillari sizning ijtimoiy holatingizni tasdiqlashda muhim ahamiyatga ega. Ular sizning haqiqatan ham yordamga muhtoj ekanligingizni tasdiqlovchi xulosani berishlari mumkin. Bu esa arizangizni ko'rib chiqish jarayonini tezlashtiradi. Shuningdek, ba'zi hollarda bir turdagi yordamni olish boshqa turdagi yordamni olish imkoniyatini ochishi mumkin yoki aksincha. Ma'lum bir turdagi daromadga ega bo'lish boshqa bir subsidiya uchun sizni cheklab qo'yishi mumkin. Masalan, agar siz qishloq xo'jaligi uchun katta miqdorda grant olgan bo'lsangiz, bir muddatga moddiy yordam olishda cheklovlar bo'lishi mumkin. Norasmiy daromadlar ham hisobga olinadi. Agar siz norasmiy ish bilan band bo'lsangiz, lekin bu daromadingiz rasmiy hujjatlarda aks etmasa, davlat organlari sizning mulkingiz, yashash sharoitingiz orqali taxminiy daromadingizni baholashi va arizangizni rad etishi mumkin. Shu sababli iloji bo'yicha daromadingizni rasmiylashtirishga harakat qiling. Bu nafaqat yordam olishda, balki kelajakda pensiya va boshqa ijtimoiy kafolatlar olishda ham muhim. Endi esa aziz tomoshabinlar, ushbu yordamlarni olish uchun qanday amaliy qadamlar qo'yishingiz kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beraman. Har bir qadamni diqqat bilan tinglang va yozib oling. Birinchi qadam ma'lumot to'plash. Bu eng asosiy qadamdir. Siz eng avvalo qaysi turdagi yordam yoki subsidiyaga murojaat qilishingiz mumkinligini aniqlab olishingiz kerak. Qayerga murojaat qilasiz? 1. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov. Bu portal orqali ko'pgina subsidiyalar va nafaqalar uchun onlayn ariza berishingiz mumkin. Saytda har bir yordam turi bo'yicha batafsil ma'lumotlar, talab qilinadigan hujjatlar ro'yxati va ariza namunalari mavjud. Bu eng qulay va tezkor usuldir. 2. Mahalla fuqarolar yig'ini. Agar sizda internetga kirish imkoniyati cheklangan bo'lsa yoki qaysi turdagi yordam sizga mos kelishini aniqlashda qiynalsangiz, mahallangizning mas'ul xodimlariga, ayniqsa ijtimoiy masalalar bo'yicha mutaxassisga murojaat qiling. Ular sizga har tomonlama amaliy yordam berishga majbur. O'ttir davlat xizmatlari markazlari DXM respublikamizning barcha tuman va shaharlarda DXM faoliyat ko'rsatmoqda. Bu yerda sizga mutaxassislar maslahat beradi va arizangizni to'g'ri rasmiylashtirishga yordam beradi. Navbatlar kamaytirilgan va xizmat sifati ancha yaxshilangan. 4 tegishli vazirlik va idoralar veb-saytlari, misol uchun, kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, qishloq xo'jaligi vazirligi, oilani va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi kabi idoralarning rasmiy veb-saytlarida ham dolzarb ma'lumotlar joylashtiriladi. Ba'zan ularning ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib ham maslahat olishingiz mumkin. Ikkinchi qadam hujjatlarni tayyorlash. Ma'lumotlarni to'plab, qaysi yordam turiga murojaat qilishingizni aniqlab olganingizdan so'ng zarur hujjatlarni to'plashga kirishing. Asosiy talab qilinadigan hujjatlar: 1. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta. Oilaning barcha a'zolarining pasportlari nusxalari. 2. Oilaning tarkibi haqidagi ma'lumotnoma. Daromadlar haqidagi ma'lumotnoma, ish joyidan, bank hisob varaqlaridan, pensiya jamg'armasidan. Agar ishsiz bo'lsangiz, mehnat daftarchasining nusxasi
yoki bandlikka ko'maklashish markazida ro'yxatdan o'tganligingiz haqida ma'lumotnoma. 4. Bank hisob parag'i raqami. Subsidiya puli sizning bank kartangizga o'tkaziladi. 5. Ayrim subsidiyalar uchun qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, tadbirkorlik grantlar uchun biznes reja, qishloq xo'jaligi subsidiyalari uchun yerga egalik huquqi yoki uni ijaraga olganlik haqidagi hujjatlar, ko'p bolali oilalar uchun tug'ilish haqidagi guvohnoma nusxasi muhim maslahat. Har bir hujjatning asl nusxasi bilan birga bir nechta nusxalarni ham tayyorlab qo'ying. Ba'zan hujjatlarning fotosuratlari yoki skanerlangan variantlari ham qabul qilinadi, lekin har doim asl nusxasi yonida bo'lishi kerak. 3-qadam ariza topshirish jarayoni. Hujjatlaringiz tayyor bo'lgach ariza topshirishingiz mumkin. Onlayn ariza My Bankafkuch.uz portali orqali tegishli bo'limga kiring. Shaxsiy kabinetga kirish uchun ro'yxatdan o'ting. Agar hali ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz va kerakli subsidiya turini tanlab onlayn arizani to'ldiring. Barcha hujjatlarning elektron nusxalarini yuklang. Bu eng afzal usul. Shaxsan topshirish. Agar onlayn ariza berish imkoniyatiga ega bo'lmasangiz, yuqorida aytib o'tilganidek DXM yoki mahallangizga murojaat qiling. U yerda sizga blanka beriladi. Uni to'ldirasiz va hujjatlaringizni topshirasiz. Xodimlarga murojaat qilganda bosiq va hurmat bilan muomala qiling, ammo o'z haqqingizni talab qilishdan ham cho'chmang. 4-qadam arizaning ko'rib chiqilishini kuzatish. Ariza topshirganingizdan so'ng uning holatini muntazam ravishda kuzatib boring. Onlayn kuzatish. Agar My.uz orqali ariza bergan bo'lsangiz, shaxsiy kabinetingizda arizangizning holatini tekshirishingiz mumkin. U ko'rib chiqilmoqda. Qo'shimcha hujjat talab qilinadi yoki rad etildi kabi statuslarga ega bo'lishi mumkin. 2. DXM orqali. Agar shaxsan ariza topshirgan bo'lsangiz, sizga berilgan ariza raqami orqali DXM ga qo'ng'iroq qilib yoki shaxsan borib holatini so'rashingiz mumkin. O'tu. Qo'shimcha ma'lumot talab qilinsa, zudlik bilan taqdim eting. Arizangiz rad etilgan taqdirda rad etilish sababini aniq bilib oling. Ba'zan kichik bir kamchilik tufayli rad etilishi mumkin. Uni bartaraf etib qayta murojaat qilish imkoniyati bo'ladi. Hech qachon birinchi rad javobidan so'ng umidsizlikka tushmang. Sababini tushuning va uni tuzatishga harakat qiling. Aziz do'stlar, bugun biz davlatdan yordam olishning yangi imkoniyatlari va bahorgi subsidiyalardagi o'zgarishlar haqida juda batafsil gaplashdik. Sizning moliyaviy ahvolingizni yaxshilash uchun hukumat tomonidan yaratilgan bu imkoniyatlardan foydalanishingiz uchun bor bilganimni aytishga harakat qildim. Siz shunchaki ma'lumotga ega bo'lishingiz va harakat qilishingiz kerak. Bu subsidiyalar sizning hayotingizni, oilangizning turmush sharoitini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Shuni unutmangki, har qanday ma'lumotning eng ishonchli manbasi bu davlatning rasmiy portallari va muassasalaridir. O'z fikrlaringizni va bu video haqidagi taassurotlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz qanday subsidiyalarga murojaat qilgansiz yoki murojaat qilishni rejalashtiryapsiz? Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali va muhim ma'lumotlar kutmoqda. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.